Hammaga assalomu alaykum aziz aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, xush kelibsizlar kanalimizga. Ko'rib turganingizdek, mana ikkinchi videosini olyapmiz. Shu uylarning sharoitini men sizlarga birinchi videoga polni ko'rsatganman. Video qilishdan maqsadki, apamiz mazasi qo'chib qolgan 4 kun, 5 kun dushanbaga yotib keldi, ya'ni svязda bo'ldik. Bizga murojaat qildi. Kadida mazam qo'shib qoldi. Ihsonimiz 110 samon tushibdi. Bu ihson juda ham kam aka-ukalarimiz. Apamiz mazasi jiddiy bo'lib qolgan. Kengizlar xudo xohlasa apamizga yordam beraylik. Ekranda telefon nomerlariga bemalol o'zlaringizni ihsonlaringiz talasalaringiz bo'ladi. Ihsonga ulgurib qolingizlar. Sizlarga aytib o'tganman, bu apamiz eri vafot etgan, ya'ni bitta balasi bilan qolib ketgan. 3 ga 4 ga o'qiydi bu apamizning o'g'li. Sharoitlari shunaqa, men sizlarga ichkarini polni ko'rsatib, men sizlarga birinchi videoga aytib berganman. Ya'ni video qilishdan maqsad, yana sizlarga aytaman, lichinasi juda ham qimmat, 15 ming, 20 ming somon so'rayapti dedi. Ya'ni dushanbaga 4 kun yotib keldi. Hozir aptekadan apamiz o'zi hammasini qarzga olib keldi. Lichina, pishina hammasi apamiz o'zi ichkarida mazasi qochib yotibdi. Turkalmayman, ishga chiqarmayman dedi. Shuni sharoitlarni qanaqa, nima bo'lyapti, nima qilib. Ya'ni bu apamizda yeyishga hech narsasi yo'q. Masalan, dushanbaga yotgandan keyin balasini kimga taylaydi, nima bo'ladi, nima qo'yadi, qayg'urib, bu shekilli dushanbaga yotishga sharoitim yo'q dedi aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Kengizlar bo'lmasa, keng operator sizlarga hozir apamizni ko'rsatib o'taman, o'zlaringizga gapirib hammasini tushuntirib o'tadi. Ya'ni qancha mablag' so'ragan, nima bo'lgan, nima qo'ygan, polni svязda bo'lib turdik to keyincha. Kelavering operator. Mana eshitdim, sizlarga ko'rsatib o'tganman, beshik ag'nab yopti aka-ukalarimiz. Ya'ni nima demoqchiman, apamizni hech kimi yo'q, eri o'lgan, bitta balasi bilan qolib ketgan. Mana sharoitlari, operator kelavering. Sharoitlar mana shu yo'q aka-ukalarimiz, men sizlarga birinchi videoga taqsimlab aytib ko'rsatib berganman. Ya'ni sizlarga bitta narsani aytaman, aka-ukalarimiz, keyingizlar menga telefon qilavermangizlar. Rossiyadan bir akamiz telefon qilyapti. Ya'ni aytgan gapi baraka topgur. Mana shu videoni chiqarmasdan shu akamiz ko'rgani yo'q edi, menga tipa ugrajat qilyapti. Sen dedi, nima uchun Bishkentda videolarini chiqarib, xalqni olmoga chiqarib dedi, ko'rsatib sharmanda qilyapsan dedi menga. Agar shu odamni o'zi bo'lsa, men sharoitni mana ko'r. Videoni maqsadki, prosta men sizlarga chiqarib ko'rsatganim yo'q. Mana shu qiynalgan oila menga murojaat qildi. Uka, yordam bering, yordam bering. Apani mazasi juda ham iloji yo'qlikdan video qilib ammoga ko'rsatyapmiz, ya'ni yordam beringizlar aka-ukalarimiz. Keyingizlar mana shu apaga yordam beraylik, ya'ni oyoqqa tuzalib ketishiga, bir sog'lom bo'lishiga, bittaki farzandi qolib ketgan yerdan yeri o'lgan deb sizlarga aytib o'tganman aka-ukalarimiz. Uylar sharoiti dab-dalasi chiqyapti. Men sizlardan mol dunyo so'ramayman aziz aka-ukalarimiz. 1 so'm, 2 so'm, 10 so'm, 20 so'm ihsonga ulgurib qolingizlar aka-ukalarimiz. Ya'ni kimki menga telefon qilsa, ya'ni nimaga chiqaryapsan degan aka-ukalarimizga mana shu videoni jo'natib qo'yingizlar, sharoitlarini ko'rsin gapirishdan oldin aka-ukalarimiz. Keyingizlar men sizlarga mana shu apani o'zini ko'rsatib o'taman. Sizlarga sharoitni aytadi. Operator kelavering. Bismillah. Kelavering operator. Tutqang. Aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda mana lichinasi bo'ladi. Hozir apamiz mana shu yerga yotdi, men uyda edim. Siz keng aka dedi, uka dedi, mana shu lichinalarni ko'rsating dedi. Mana shu dushanbadan yozib bergan. Mana qog'ozni aka-ukalarimiz mana shu dushanbadan yozib bergan, ko'rgan bo'lsalaringiz, mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana shu polni dushanbani qog'ozi bo'ladi. Mana shu yerda qancha mablag' ketgan, nima bo'lgan, nima qo'ygan. Apamiz iloji yo'qligidan dushanbadan qaytib keldi. 110 samon tushdi uka, men sizdan ruxsat so'rayapman, shuni xizmat qo'laymi yo'qmi deb. Men aytdim, apadan bemalol xizmat qilavering, xalqqa xizmati shuncha 110 samon pul tushgan aka-ukalarimiz. Mana qog'oz lichinasi yozib bergan, shartuzda qarzga 600 somonga, 700 somonga qarzga, mana shuni aptekadan qarzga yozdirib keldi. Mana ko'rganlaringizda mana polni lichinasi o'rayotganlari, o'lari bulari, mana bu qog'ozlar qon bo'yapti aka-ukalarimiz ko'rganlaringizda. Apa, assalomu alaykum. Apa, bir kun sizni Sharduzda ko'rdim. Shu kuni menga aytdingiz, men dushanba ketyapman, srochni mazam bo'lmay qoldi dedingiz, chunki men ham ishim bor edi, noilojlikdan siz oldingizga bora olmadim. Nima bo'ldi, nima qo'ydi? Mana xalqimizga tushuntirib ayting, apa. Mana. Assalomu alaykum birodarlar, aka-ukalar. Shu sizlardan iltimos qilamanki, shunday bo'lib qoldim, iloji nochorligimdan. Mana shunday shu syomka, birinchi syomka qilgandan keyin shu mazam qochdi. Sag'rim 20 dan pastga tushmay qoldi. Baland ko'tarilib ketyapti. Yuragimda ham shunday davlinam ko'tarilib ketyapti. Aka-ukalar,
Iltimos sizlardan mana shuncha ukol dorilarni ham qarzlarga olib keldim. Sizlardan iltimos qilamanki, shu yordam berishlaringizni. Ilojim yetmadiki, shu ishni nima qildim? Iltimos qildimki, yana ukaga keling, syomka qiling deb chaqirdim mana. Iltimos, yo'q emas, bor. Hamma har xil deyishi mumkin, hamma har xil deb gapirishi mumkin. Mana qo'shnilarimiz ko'rdi, больницаga yugurtirdi, olib bordi, taksilarni puliga o'sha qo'shnilarimiz to'ladi. Ilojim yo'q. Ana shunday bo'lib qoldim men endi. Shu uchun iltimos qilamanki, aka-ukalar sizlardan yordam berishlaringizni. Mana shu uyimda ahvollarni ko'rdilaringiz, qanday bo'lyapti. Mana o'g'lim 5-sinfda o'qiydigan o'g'lim maktabga ham bormay qo'ydi. Maktabga shu mazam yo'qligidan maktabga ham bormay qo'ydi. Muallimasi telefon qilyaptiki, nima uchun maktabga kelmayapti deb. O'zingiz javob berasiz dedi, sudga dedi, milisalarga. Mayli dedim, kimki kelsa dedim, o'zim javob beraman dedim. Ana shu sizlardan iltimosim shuki, shu yordam berishlaringizni nima qilaman sizlardan. Aka-ukalarimizni ko'rib turganlaringizda mana bir dunyo narsa yozib bergan bilan albatta yurakdika bo'ladi. Bunga 5-6 ta shunaqa yozib bergan ko'rib turganlaringizda bunga mana o'smalar bor, ukalar bor, bunalar juda ko'p aka-ukalarimiz keyingi mana shu hammasi mana shular qarzga kelyapti. Aka-ukalarimiz bir apya bir musulmonning bolasi-ku, bularimiz keyingizda kuch birgalikda dedi. Masalan, bir simom, ikki simom ihson dedi aka-ukalarimiz mana shu videomizni ko'proq gruppalarga tarqatishga iltimos qilamiz aka-ukalarimiz. Keyingizda yordam beraylik. Aka-ukalarimiz keyingizda mana yerda borki, operator kek mana yerda borki, qamirsqa murcha bo'lsa bu uyga o'tirib bo'lmayapti aka-ukalarimiz. Mana ko'rib turgan bo'lsalaringiz, apamiz bir amal mana shu uyda yotdi. Apa buni yeyishga nimangiz bor, apa? Yeyishga nimangiz bor hozir? Yeyishga ishtimam yo'q. Manaki hozir mana bozordan keldim. Pomidor bilan bodring ko'tarib keldim. Ishtimam yo'q. Kamroq kartoshka aynan shu yerda turibdi. Piyozim, kartoshkam, kamroq piyozim bilan kartoshkam bor. Yog'im ham yo'q uyda. Shu 145 somon tushgan ekan kartaga, shuni olib, istimat qilib, shuni nimalarni olib keldim. Yo'q ishtimam mana. O'zi manaki ko'rsatib, nima qilib kelyapti mana hammasini. Iltimos, aka-uka, sizlardan iltimos qilamanki, yordam berishlaringizni. Aka-ukalarimiz to'g'risini aytsam bu video men uchun bir qiyin-da bu videoni olish aka-ukalarimiz. To'g'risi, mana shu apa ham bir birovni balasi deydi. Masalan, bir musulmon bo'lib tug'ilganda, masalan, biz videomizni shuncha musulmon aka-ukalarimiz ko'radi, opa-singillarimiz ko'radi. Masalan, YouTube'imizga kerakli videolar chiqaramiz, lekin tomoshabin juda ham kam aka-ukalarimiz. Agarki boshqa video chiqarsak, darrov bir prasmotr, bir like, bir ko'payadi, lekin mana shunday video chiqarsak, bilmayman, ba'zi bir aka-ukalarimiz nima deb o'ylaydi, men hayronman-da, to'g'risida. Keyingizlar kuch birgalikda dedi. Mana shu videoni tarqatib, mana shu apamizga yordam berib, bir ihson qilib, oyoqqa turkatib, xudo xolasa, shu balasi bilan nima desam, bir yaxshi yashashiga bir ko'mak bo'lak aka-ukalarimiz. To'g'risini aytsam, katta blogerlarga ham telefon qildim. Endi o'tini aytib yotmayman. Keng aka, shu oilaga bir yordam beraylik. Men kanalimda obunachilarim kam dedim. Ha dedi. Bu dedi qiyin dedi, chunki dedi problema bo'ladi dedi, nima bo'ladi dedi. Xulos qalam men mayli dedim. Keyingi aka-ukalarimiz gapni ko'p qilmaymiz. Shu apamizni oyoqqa turkatib, xudo xolasa bir yordam berib, lichinasiga tuzalib ketishiga yordam beraylik. Ha, xudo xolasa uylarini ham asosda yordam berib, xudo xolasa ta'mirlab beramiz. Samlig'larni ichkarini salgan ta'mirlab berishga turib, ustiga shipir olib, darvozalarni javob bersak, erkak kishi yo'q, salgina bir mahkam bo'ladi degan umiddamiz sizlarga aytyapman aka-ukalarimiz. Aka-ukalarimiz gapni ko'p qilmaymiz. Xudo xolasa videomizni kuzatib boringizlar. Videomizda befarq bo'lmasdan aka-ukalarimiz videomizga bir like bosib, videomizni tarqatib qo'yishga ham, podelitsiya qo'yishlaringizni iltimos qilamiz. Keyingi video ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.